Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əfəndim Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliyi Pentagon bilan Kanada Dövlət Müdafiə Ministerliğinin həmkarlığında Kanadada ötküzüldüğün Halifax Xalqara bexatarlik munbirining yig'iniga qatnashish uchun 16 noyabr kuni Germaniyadan Kanadaga yetib keldi. Dolqun İsa əfəndim bu qatimki Kanada ziyarati jarayonida yana Ottawa va Torontoda Kanada parlamentining bir qism a'zolari va Kanada hukumatining munosabatli mas'ul xodimlari bilan ko'rishdi. Ve 20 noyabr dushanba kuni Torontoda Xitoyning Erkinlik to'ziqi nomli kitobining to'liqlangan 2 nashrining tanitilishi ilib berildi. Dolqun İsa əfəndim bir qancha yildan buyon har yili bir qatim o'tkaziladigan Halifax xalqaro bexatarlik munbiri yig'iniga taklif bilan qatnashib kelmoqda. Mazkur yig'inga 70 dan ortiq davlatdan hukumat rahbarlari, yuqori darajalik harbiy amaldorlar, generallar, tadqiqotchilar, yozuvchilar, savdo-sanoat sohasidagi arboblar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullaridan bo'lib 300 nafardan ortiq vakil qatnashadi. O'tgan yili 18 noyabrdan 20 noyabrgacha Kanadaning Nova Scotia shtatidagi Halifax shahrida chaqirilgan Halifax xalqaro bexatarlik munbiri yig'inining bexatarlik nada degan temadagi suhbat bo'limiga Dolqun İsa əfəndim bilan birga Estoniya prezidenti Alar Karis, Kanada davlat bexatarlik ministri Anita Anand xonim va Amerika senatori Jeanna Shannon xonim sahnaga taklif qilingan. Dolqun İsa əfəndim bu qitimmo seminariyaning 18 noyabrdagi bo'limida yuqori darajalik davlat rahbarlari bilan so'zlamoqchi bo'lgani, yig'in ahlining va kuzatuvchilarining alayda diqqatini qo'zg'ab qolmay, muhojiratga Uyg'ur qarindoshlarimizni iftixorlantirgan. Dolqun İsa əfəndim o'tgan yig'inda qilgan so'zida xalqaro jamoatchilikni Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga qarta yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarning bosh javobgari Shi Jinpingni javobgarlik tortishni talab qilib kuchli inkos qo'zg'agan edi. Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy davlat raisi Shi Jinpingni yana bir qatim diktator deb atagan. Prezident Joe Biden 15 noyabr kuni Xitoy davlat raisi Shi Jinping bilan Amerikaning San Fransisko shahrida uchrashib, ikki taraf o'rtasidagi muhim masalalar ustida suhbatlashgan edi. Prezident Biden uchrashishdan keyin muxbirlarni kutib olishini o'tkazganda, bir muxbir uningdan "Siz bugungi uchrashishdan keyin Shi Jinpingni yana diktator deb atamsiz?" deb so'ragan. U bu savolga mundaq javob bergan: "Qarang, u bir mustabid. Yana u biz bilan butunlay o'xshamaydigan hukumat shaklini asos qilgan bir kommunistik davlatning boshlig'i." Prezident Biden bu yil 6 oyda Kaliforniyadagi bir faoliyatda Shi Jinpingni oshkor holda diktator deb atagan. Shundaqla Xitoyning iqtisodiy jihatda mushkulot qolganligini ta'kidlagan edi. Ayni chog'da uning bu so'zi Xitoy tarafining qattiq noroziligiga duch kelgan. Prezident Joe Bidenning bu qatim Shi Jinping bilan yuz ko'rishgandan keyinmi o'xshash so'zni takrorlashi axborotchilarning qiziq nuqtasi bo'lib qoldi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bo'lsa 16 noyabrdagi axborot e'lon qilish yig'inida Bidenning so'ziga inkos qaytarib, buni intayin xato va mas'uliyatsiz siyosiy ayblash deb norozilik bildirgan. Türkiye Parlamenti Kishilik huquq komitetining mudiri, hokimiyat beshidagi Adolat va taraqqiyot partiyasining parlament a'zosi, sobiq Turkiya oila va ijtimoiy ishlar ministri Darya Yanık xonim, Amerikadagi Uyg'ur harakat tashkilotining raisi Roshan Abbas, Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris apandilarni parlament binosidagi ishxonasida qabul qildi. U Uyg'ur qarindoshlarimizning haq-huquqini har yerda qo'g'dashni davom qilamiz dedi. Shuningdek bu so'zni ular bilan tushgan suratni qo'shib X orqali tarqatdi. Uchrashda bu hay'at Turkiya parlamenti kishilik huquq komitetining Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligini tekshirish komiteti qurishi, dokladlarni tayyorlab Turkiya parlamentiga sunishi, Turkiyadagi ota-onasi bilan aloqa o'rnatilmagan Uyg'urlarni ota-onasi va urug' tuqqanlar bilan ko'rishtirishni, Amerika qatorli g'arb davlatlariga o'xshash Turkiya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishi, majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan tovarlarning Turkiyaga kirishini cheklash qatorli bir qator talablarni sungan. Mazkur hay'at 15 noyabr kundagi bu uchrashishdan keyin yana Turkiyadagi o'qitish partiyalardan İYİ partiyasining raisi Meral Akşener xonim, Turkiya parlamenti kishilik huquq komitetining a'zosi, Oq partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Adam Yildirim apandi, Saadet partiyasining parlamentdagi gruppa boshlig'i Selçuk Özdağ, parlament a'zosi Ayuja Turkesh Tash, parlament a'zosi Mehmet Mustafa Gurban, Kelajak partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Kanı Torun apandi va Cumhuriyet Xalq partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Servet Mollog'li qatorliqlardan bo'lib 10 necha parlament a'zosi bilan uchrashgan. Uchrashda mazkur hay'at Uyg'urlarning hozirgi vaziyati, Uyg'ur davosining xalqarodagi ahvoli va Uyg'urlarning talablarini o'ttirib qo'ygan. Shu qatorda Turkiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan qaror loyihasining ma'qullikdan o'tishini talab qilgan. Parlament a'zolarining hammasi birdek Turkiya parlamentida Uyg'urlarning ovozi bo'lganligini,
hamda bu sohada qo'ldan kelganini qildiganligini ta'kidlashgan. Uyg'ur adib va shoir Tahir Hamid Izgelning o'z kechirmishlari asosida yozgan Kechida tutqun qilinishni kutish nomli kitobi dangliq axborotlarning diqqatini qo'zg'amoqda. Bu kitob yaqinda xalqaroliq nopozliq matbuotlarning biri bo'lgan Davr jurnal tarafidan 2023-yilgi eng nodir 100 kitobning biri bo'lib baholangan. Buningdan sirt Kechida tutqun qilinishni kutish nomli bu kitob yana Washington Post gazeti tarafidanmi 2023-yildagi ko'z ko'ringan 50 kitob tizimiga kirgizilgan. Tahir Hamid Izgil apandining kitobi bu yil 1 avgust kuni xalqarodagi dangliq nashriyatlardan biri bo'lgan Penguin nashriyat tarafidan nashr qilingan bo'lib, kitobning ingliz tarjimasini Uyg'ur adabiyotiga cho'nqur ishtiyoq bog'lagan amerikalik tadqiqotchi Joshua Freeman ustiga olgan edi. Avtor Kechida tutqun qilinishni kutish nomli bu aslim xarakterli kitobida Uyg'urlarning yuqori texnikalik nazorat sistemasi ostida ko'rayotgan zulmini hikoya shaklida anglatgan. Kitobga yana shoir Tahir Hamidning tanlangan she'rlari kirgizilgan. Tahir Hamid Izgil 2017-yili oilasi bilan Amerikaga kelib panohlangandan buyon Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga qaratgan yuqori texnikalik bostirishlarini turli shakllarda anglatib kelmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.